Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Vassalatu vassalamu ala rasulillah. Biz Sharhul Viqoyani o'qitdik. Kelib qolgan joyimiz al-abara val asar. Kullu ihabinda. Xo'sh. Va kullu ihabin dubigha faqat tahura. Illa jildal khinziri val adami. Har bir teri agar oshlansa pok bo'ladi. Faqatgina cho'chqaning va odamning terisidan boshqasi. Xo'sh. I'lam, bilingizki, anna dibag'ata oshlashlik hiya izalatu raihati natini va rutubati najisati min al-jildi. U oshlashlik degani o'zi sassiq hidni ketkazishlik va yana teridagi najosatni, ho'lliklarini ketkazishlikdir. Fa in kanat bil adviyati kal qardi va nahwihi يطهر الجلد ولا تعود نجاسته أبدا وإن كانت بالتراب أو بالشمس يطهر إذا يبش ثم إن أصابه الماء هل يعود نجسا endi agar o'zini adviya dorilari bilan bo'lsa, ya'ni o'sha oshlashlik o'zini maxsus oshlashlik dorilari bilan bo'lsa, kal qardi, bu qarz bu shunday narsaki, o'sha terini oshlashlikka ishlatiladi. Ba'zi daraxtlardan, nimalardan olinadi. Endi agar shunga o'xshashlar bilan agar teri poklansa, oshlansa, u uning najosatligi hech qachon qaytmaydi. Hech qachon qaytib najosat bo'lmaydi. Va lekin tuproq bilan yoki quyosh bilan agar o'sha oshlashlik bo'lsa, bu qurisa pok bo'ladi. Lekin yana suv tegsa, unga yana najosat qaytadimi? Shu borada endi Fa'an Abi Hanifa rahimahulloh rivoyatan, Imom Abu Hanifadan ikkita rivoyat bor ekan. Endi ba'zi rivoyatlarda qaytadi, ba'zi rivoyatlarda qaytmaydi degan ekanlar. Va Nabi Yusuf rahimahulloh in sara bish-shamsi bihaythu law taraka lam yafsud kana dibagon. Endi aytilgan ekanki, agar quyosh bilan oshlanganda shu darajada bo'lsinki, agar tashlab qo'yilsa, o'sha sasimaydigan, buzilmaydigan darajada bo'lsa, u oshlangan bo'ladi. وعن محمد رحمه الله جلد الميتة إذا يبس ووقع في الماء لا ينجس من غير فصلين. Ya'ni bu kishi aytgan ekanlarki, o'limtikni terisi agar suvga tushsa najas bo'lmaydi deb hech qanday orasini tafsilotsiz keltirgan ekanlar. Ya'ni bu ikkita Imom Muhammad, Imom Abu Yusufni ham so'zlaridan, ya'ni qayta najas bo'lmasligiga ishora bo'lyapti. Ya'ni men g'oyri faslin deganlari, u hech qanday orasini nima qilmasdan, ya'ni u shar'iy suyilgan bo'ladimi, shar'iy suyilmagan bo'ladimi? Baribir nima najas bo'lmaydi deyaptilar. As-sahihu fi nafijatil miski jawazu solati ma'aha min g'oyri faslin. Endi nafijatil miski degani misk xaltachasi degani. O'zi misk bu kiyikda bo'ladi. Misk kiyikda bo'ladi. Alloh taolaning nimasi bilan, qudrati bilan shunday bir kindigida o'sha nimani, miskni bir xaltachasi bo'ladi nimani. Bu aslida qon bo'ladi, lekin u o'sha miskga aylanadi. O'sha kiyikni o'sha kindigini oldida bir nimasi bilan xaltachasi bo'ladi, o'zining miskni xaltachasi. Aytibdilarki, agar kim shu miskni xaltachasi bilan birga namoz o'qisa, o'sha namozi joiz bo'ladi. Hech qanday faslsiz degani, o'sha kiyik u shar'iy suyilganmi, shar'iy suyilmaganmi, baribir o'sha agar xaltachasini olib, o'sha nimasini xaltachasini olib, masalan, cho'ntagida namoz o'qisa, uning namozi joiz degan ekanlar. Xo'sh, nafija o'sha miskni xaltachasi. Misk o'sha kiyiklarda bo'ladi. Va ma tahara jilduhu bid-dabghi tahura biz-zakati. Endi nimaniki terisi oshlashlik bilan pok bo'lsa, shar'iy suyishlik bilan ham pok bo'ladi. Va kaza lahmuhu, va shuningdek uni go'sht ham pok bo'ladi. Va in lam yukal, garchi yeyilmasa ham pok bo'ladi degani yeyishga halol degani emasda,
pok bo'ladi degani, ya'ni biron kiyimga tegsa najas qilmaydi degani. Va mala fala, endi va bo'lmaydigani bo'lmaydi. Ya'ni ma lam yathur jilduhu bid-dibaghi la yathuru biz-zakati. Ya'ni terisi shar'iy suyishlik bilan pok bo'lmaydigani, pok bo'lmaydigani, shar'iy suyishlik bilan ham pok bo'lmaydi. Oshlashlik bilan terisi pok bo'lmaydigani, shar'iy suyishlik bilan ham pok bo'lmaydi. Wal muradu biz zakat, endi zakotdan murod an yadhbahal muslimu abil kitabiyyu min g'ayri an yatrukat tasmiyata amidan. Bu degani musulmon yoki kitobiy, yahudi yoki nasroniy min g'ayri an yatruka tasmiyata amdan, qasddan bismillohni tark qilmasdan suyishi zakot deyiladi. Va sharul maytati, endi o'limtikni tuki, va azmuha, ya'ni suyagi, va asabuha, uni payi, va hafiruha, va uni tuyoqi, va qornuha, shoxi, va sharul insani, insonni tuki, va azmuhu, suyagi tohirun, pokdir. Ya'ni bu nima degani? Tajuzu solatu man aada sannahu ila famihi va in javaza qadra dirhami. Endi va joiz bo'ladi namozi. Kimni namozi? Shunday bir kishiki, mana aytibdilarki, endi tishlarini sannahu, tishlarini og'ziga, tishini og'ziga qaytargan kishini, ya'ni tishi tushgan bo'lsa agar, tishi singan bo'lsa, masalan deylik nechtadir tishi singan bo'lsa, agar og'zida olib namoz o'qisa, joiz. Va in javaza qadra dirhami, garchi 1 dirham miqdoridan o'tsa ham deyaptilar. Endi afroda hadhihi masalata, bu masalani yolg'iz o'zini keltirdilar, ya'ni tishni keltirdilar. Hazil masalada bi zikr, zikr bilan xosladilar, ya'ni zikrini keltirdilar. Ma annaha fuhimat fi marra. Vaholanki bu oldingi gapdan tushunildi, ya'ni azmuha tohirun deyiladi. O'zi suyak pok deyiladi-ku, tish ham suyakda, o'zi o'tadi-ku desa, li anna sinna, chunki tish azmun yoki suyakdir, au asobun yoki payda, tushunayapmi? Pay. Va qad zakara anna al-azma tahirun, va zikr qilindiki o'sha nima, suyak pokligi. Li makan al-ikhtilafi fiha, chunki bunda ixtilof bo'lgani uchun. Ixtilof borda. Bu tish, bu suyakmi yoki paymi deganga ixtilof bor. Xo'sh, fa innahu idza kana akthara min qadri dirham la yajuz salatu bihi inda Muhammad. Chunki nimaga yana qadri dirham deb keltirdilar desa, chunki 1 dirhamdan ziyod bo'lsa Imom Muhammad nazarlarida joiz emasda. Shuning uchun atayin nima keltirdilar? Javaza qadri dirhami deb nima keltirdilar? Bu Imom Muhammadga gaplari emas, balki boshqa fatvoni, boshqa qavlni olganliklarini bildirib, va in javaza qadra dirhami dedilar. Endi keyingisi fasluna bi'run vaqa fiha najas. Endi bir quduq borki, unda najas tushsa, agar quduqlar bobiga keldiganda najas tushsa, amat fi hayvonun, yoki unda bir hayvon o'lsa, va antafaqa, u ishsa, au tafassaqa, yoki yorilsa, avmata adamiyun, yoki odamiy, ya'ni odam bolasi o'lsa, avshatun, yoki qo'y o'lsa, av kalbun, yoki it o'lsa, yunzahu kullu ma yahaq, o'sha quduqni hamma suvi olib chiqiladi, inamkan, agar imkon bo'lsa-da. Va illa quddira ma fiha, agar unday bo'lmasa, undagi suv o'lchanadi. Al asahhu, asah qavlishki, an yu'khadha bi qawli rajulayni lahuma basaratun fil ma. Asah qavlishki, ikkita suvda basorati bor, ya'ni suv mutaxassisini so'zi olinadi. Asah qavliga ko'ra. Va Muhammad rahimahulloh qaddara bi 200 dalvin ila 300. Va Imom Muhammad esa 200 dan 300 paqirgacha belgilaganlar. Ya'ni o'sha tushsa 200 dan 300 paqirgacha chiqarib taylanadi deganlar. Va fi nahvi hamamatin, endi kaptarga o'xshagan
Av dajajatni yoki tovuqqa o'xshaganlar matat fiha agar quduqda o'lsa 40 ila 60 40 dan 60 paqirgacha chiqariladi. Va fi nahwi fa'ratin aw usfurin 20 ila 30. Endi sichqon yoki chumchuqqa o'xshash narsa o'lsa 20 dan 30 paqirgacha chiqariladi. Wal mu'tabaru ad-dalbul wasat, endi e'tibor qilinadigan narsa o'rtacha paqir. Va ma javazahu uhtusiba bihi, endi o'tsa agar, ya'ni o'rtachidan o'tsa o'shanga qarab hisob kitob qilinadi. Hisob kitob qilinadi degani, masalan, o'rtacha paqir 5 litrlik bo'lsa, uni qo'lida 10 litrlik paqir bor deylik. O'sha hisob kitob qilinadi. Ikkitasi bir paqir ikkita o'rtacha paqir bo'ladi. 40 paqir chiqarish kerak bo'lgan joyda u o'zini 10 litrlik paqirdan deganda 20 paqir chiqarsa bo'ldi, hisob kitob hisob. Va yatanajjasul bi'ru min vaqtil wuqu' in ulima zalika. Endi najas bo'ladi quduq o'sha tushganligi voqea bo'lgandan beri. Qachon tushganligi bilinsa, o'sha paytdan quduq najas bo'ldi deyiladi. Va illa agar bilinmasa, famuz yawmin va laylatin in lam yantafiq, agar ishmagan bo'lsa bir kecha kunduzdan hisob kitob qilinadi. Va munzu salasata ayyamin va layaliha in intafaqa, agar endi shishib ketgan bo'lsa nima qilinadi? 3 kecha kunduzdan hisob kitob qilinadi. Va qala, ikkita imom aytishdiki, muz vujida, ya'ni imom Abu Yusuf bilan imom Muhammad aytishdiki, ya'ni topilgandan beri nima qilinadi? Qachon topilgan bo'lsa, o'shandan bag'i qaytariladi degan ekanlar. Bu kishilar ancha yengil olganlar. Shunga ham fatvo berilgan. Endi surul adami, endi odamning so'lagi yoki qoldig'i. Val farasa otniki va kullu ma yukalu lahmuhu, go'shti yeyiladiganlarning so'ri tohirun, pok hisoblanadi. Bu o'sha qoldiq desak yaxshi ma'no bo'ladi. Val kalbu, endi it, val khinzir, cho'chqa, va sibaul bahaimi, endi vahshiy hayvonlardan dan qolgan suv u najas bo'ladi. Val hirratu, endi mushuk, va dajajatul mukhallatu, va quyib o'zi bo'sh quyilgan, quyib o'zi yuradigan bo'sh quyilgan tovuqlar, va sibaut toyri, va yana vahshiy parandalar, va savakinul buyuti, va uyda o'rmalab yuradigan sichqon, ilon, shunga o'xshashlar makruh bo'ladi. Bularni qoldiq suvi. Endi val himar val bag'lu mashkukun fi, endi eshak va xachirni qoldirgan suvi shakli hisoblanadi. Yatavaddo bihi, u bilan tahorat qiladi, va tayammum qiladi. Ay yatavaddo bil mashkuk, ya'ni o'sha shakli bilan tahorat qiladi va summa yatayammam, so'ngra tayammum qiladi. Illa fil makruhi, lekin makruhda emas. Illa fil makruhi yatavaddo bihi faqat in adima g'ayruhu, lekin agar makruh suv, faqatgina makruh suv bo'lsa, faqatgina u bilan tahorat qiladi. Makruh suv bo'lib boshqa narsa bo'lmasa, faqatgina tahorat qiladi, tayammum qilmaydi. Val araqu mu'tabarun bisuri, endi ter ham bu o'sha qoldiq suv e'tibordek bo'ladi. Lianna sura maxlutun bil lu'ab. Aytadilarki, terlaydi-ku, masalan, hayvonlar boshqalar, o'shani teri qanday bo'ladi desa, u qoldig'i qanday bo'lsa, u ham shunday bo'ladi. Chunki so'lak maxlutun bil lu'ab. Bu o'sha chunki qoldiq suvi bu so'lak bilan aralashadi. Va hukmul lu'ab val araq wahidun, va o'sha so'lak va o'sha terni hukmi bitta. Lianna kullan minhuma mutawallidan min al-lahm, chunki ikkovi ham, ya'ni so'lak bilan ter ham, ikkovi ham go'shtdan paydo bo'ladi. Endi fa in qila, agar aytilsaki, yajibu an la yakuna bayna su'ri makulil lahmi va ghayri makulil lahmi farqun, go'shti yeyiladigan, go'shti yeyilmaydigan narsalar orasida farq bo'lmasligi kerak. Liannahu in i'tabara al-lahm, agar go'sht e'tibor qilinsa, falahmu kullu wahidin minhuma tahirun, bularning ikkovini ham go'shti pokku. Il ala taro,
أن غير مأكول اللحم إذا لم يكن نجس العين إذا زكي يكون لحمه طاهرا وإن اعتبر أن لحمه مخلوط بالدم فمأكول اللحم وغيره في ذلك سواء أنا agar aytsaki ko'rmaysizmenki go'shti yilmaydigan ham agar najasi ayni najosat bo'lmasa, xuddi cho'chqadagi ayni najosat bo'lmasa, agar u zukkiya, agar u shar'iy suyulsa, uni go'shti pok bo'lardi. Pok bo'lardi-ku. Bu bitta nimasi. Agar endi uning go'shti qonga aralashishi jihatdan e'tibor qilinsa va go'shti yeyiladigan ham, go'shti yeyilmaydigan ham bir xil-ku. Ya'ni u ham qonga aralashib o'sha qonga aralashib yuribdi-ku. Ya'ni go'shti qonga aralashyapti-ku. Nimaga bunday orasini ajratinglar deb bir kishi e'tiroz bildirsa, qulni aytamizki, al-hurmatu haromlik iza lam takun lil karomati, agar mukarramlik uchun bo'lmasa, ya'ni o'sha odam kabi mukarramlik uchun bo'lmasa, fa innaha ayatun najasati, u najaslik belgisi bo'ladi. Lekin fihi shubhatu anna najasa, lekin unda najosat ekanligiga shubha bor. Lixtilati dami bil lahm, chunki qon go'shtga o'sha aralashganligi uchun. Iz laula, agar bunday bo'lmaganda, laula zalika, bunday bo'lmaganda edi, bal yakun najasatuhu li zati, balki uni najosati li zati, o'z zoti uchun bo'lganda edi, lakana najasal ayni, u najasi ayn bo'lardi. Ayni najosat bo'lgan bo'lardi. Valays kazalik, bu bunday emas. Fa g'ayru makulil lahmi, endi go'shti yeyilmaydiganlar iza kana hayyan, agar tirik bo'lsa, falu'abuhu mutawallidun min al-lahmil harom al-makhlut bid-dam, qon bilan aralashgan uning harom bo'lgan go'shtidan paydo bo'ladi. Fayakunu najasan li-ijtimal amron, ikkita ishni jam bo'lgani uchun najas bo'ladi. Va humal, bu biri hurmat, ikkinchisi al-ixtilatu bid-dam, ikkinchisi qon bilan aralashishlik. Ammo fi makulil lahm, ammo go'shti yeyiladiganga kelsak, falam yujad illa ahaduhum, bularning faqat bittasi bor. Va huwa al-ixtilatu bid-dam, u faqatgina qon bilan aralashishlik. Falam yujib najasata suri, bu esa o'sha qoldig'ini najas ekanligini keltirib chiqarmaydi. Li anna hadhihi al-illata bi infiradiha da'ifatun, chunki bu illat yolg'iz o'zi zaif hisoblanadi. Iddamu, chunki qon iddamul mustaqirru fi mawdi'ihi, chunki o'z o'rnida turgan qon lam yu'ta lahu hukmun najasati fil hayy, tirikda najosat hukmi berilmaydi. Va idza lam yakun hayyan, agar tirik bo'lmasa, fa in lam yakun muzakka, agar suyulmagan bo'lsa najas bo'ladi. Savaun kana makul al-lahmi aw ghayruhu, u go'shti yeyiladigan bo'lsin, go'shti yeyilmaydigan bo'lsin. Li'annahu sara bil mauti haroman, chunki u o'lim bilan harom bo'ldi. Fal hurmatu mavjudatun ma'a ixtilati dami, endi haromlik o'sha qonni aralashishligi bilan o'zi bor va shunday ekan najas bo'ladi. Va in kana muzakka, agar suyilgan bo'lsa, agar shariy suyilgan bo'lsa, u pok bo'ladi. Amma fi ma'kulil lahmi, ammo go'shti yeyiladiganga kelsak, fali annahu lam tujad al hurmatu, bunda haromlik yo'q. Walal ixtilatul biddam, va qon bilan ham aralashishlik yo'q. Va ammo fi g'ayri makulil lahm, ammo go'shti yeyilmaydiganga kelsak, fali annahu lam yujad al ixtilatu biddam, bunda go'sht bilan aralashishlik yo'q. Val hurmatul mujarradatu g'ayru kafiyatin, endi bunda nima yo'q? Val hurmatu al mujarradatu g'ayru kafiyatin fi najasati, endi yolg'iz o'sha faqatgina haromlik bu najosat ekanligiga kifoya qilmaydi. Alama marra anna tasbutu bi ijtimal amron, biz o'sha sal teparoqda o'tdikki, bu yerda ikkita ish jam bo'ladi. Ishni jam bo'lishi bilan bu sobit bo'ladi. Endi fain adimal ma'u illa binabizi tomri, agar suv bo'lmasa, faqatgina endi xurmo nabizi bo'lsa, nabiz degan o'sha suvga, sovuq suvga nima qilinadi? Xurmo tashab qo'yiladi. U turishi bilan o'zi lazzati chiqadi, ta'mi chiqadi. Faqat xurmo nabizi bo'lsa, qola Abu Hanifa rahimahulloh bil vudu'i bihi faqatgina o'sha bilan tahorat qiladi dedilar Imom Abu Hanifa.
Va Abu Yusuf rahimahulloh bitayammumi fahasbu. Endi Imom Abu Yusuf u bilan tahorat qilmaydi, balki faqatgina tayammum qiladi dedilar. Va Muhammadun rahimahulloh bihima. Imom Muhammad esa ikkovi, ya'ni agar faqatgina xurmo nabizi bo'lsa, ham tahorat qiladi, ham tayammum qiladi dedilar. Wal khilafu fi nabizi tamrin. Bu xilof faqatgina nabiz xurmoning nabizidadir. Huwa hulvun raqiqun yasilun kalma'u, shirin, suyuq, xuddi suv kabi oqadigan o'sha shirin narsa hisoblanadi. Amma iza ishtadda, ammo u qaynasa, ko'pchisa, fasoro muskiron, u nima bo'ladi? Mast qiluvchi bo'ladi. La yatawaddo bihi ijma'an, unga ijmo'an u bilan tahorat qilib bo'lmaydi.